YouTube'ga chiqyapti. YouTube'gami? Bilan zo'yzo'q ketmaydi. Ziver tulki bor ekan. Alhamdulillah, mana Surxondaryoga ham yetib keldik. Surxondaryo viloyati Uzun tumanidamiz hozir. Inshaalloh litsenziyasini qilamiz bu yerda, Zanapoya. Hozir qisqacha video obzor, razmerlarni tushuntirishga harakat qilamiz. Shu burchakdan bu yoqqa borib, aylanib tepaga chiqadigan bo'ladi. Stupenkamiz ham o'zi alhamdulillah palovkasini yarmiga yetib chiqib oldik. Shunaqa xizmat kerak bo'lsa, albatta pisana telefon nomerimiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Uy shu yerdan boshlab aylanib kelib chiqib, bu yoqqa aylanib keladi, bu yoqqa keladi. 2,5 metrga 3.30 balandligi esa 3.43. 24 ta stupenka, 15 14.2 dan uzr ming bor, 14.2 sm stupenkamiz balandligi, bunaqasiga esa 28 dan. Ozgina bu yerda aylanasi bor. Taxtalarni shunaqa qilib kesib chiqamiz. Gitara deydi buni. Gitara razmeriga kesib chiqamiz. Yo'llari esa avvalniy bo'lib, kengayib, torayib, eng tor joyini 1.10 sm bo'ladi. Eng keng joyi esa 1,5 metr bo'ladi. Hop, joyimizning balandligi 3.43, opshi stupenkamiz 24 ta, balandligi esa stupenkani 14.2 dan tushgan. Ustamiz Fathiddin. Fathiddin usta. Nima gap? Mazami? Gashti buni eng oxirgi stupenkani qoqish bo'lsa kerak, usta. Gashti eng oxirgi stupenkani qoqish bo'lsa kerak. Bilmasa ekansiz gashtini. Ha? Gashtini bilmasa ekansiz. Gashti nimada usta? Gashti oxiri beton quyib olasiz-ku. Xo'p. Bu egas mana usta pulingiz deganda o'shanda yaxshiroq sanasangiz o'shanda. O, o'shanda chiqib ketsa kerak-a? G'uborlar hammasi. Ha, charchamang. Ustoz, nima qilasiz? Tepki forshingiz yaxshi, o'zim sekin tushib ketaman. Ha, anta chiziq bor. E'tibor bersanglar, chiziqqa kelgan holatlari. Patqar to'sib qolibdi. Bu yoqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Hammasi chiziqqa kelgan holatlari. Ko'pchilik telefon qilib, "Aka Apalovka, bunaqa zanapoyalarga bizda Apalovka bo'lmaydi." Faqat menda emas, menga boshqa shunaqa zanapoya qo'yadigan ustalarni hech qaysi birida bo'lmaydi. Faqat bo'ladi gulli stupenka bor. Ko'pchilik biladi. Tashqari fasadlarga qo'yadigan shu yerda gul bo'ladi, usti silliq bo'ladi. Shura ustalarda bor Apalovkasi, imini bunaqaniki yo'q ularda ham. Men aytmoqchimanki, ko'pchilik shunaqa so'raydi. "Okalar, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Men bu yog'ochlar hammasi kesiladi. Iloji yo'q. Men bunday qilib ko'rinayotgan bo'lsangiz, gitara qilib kesib chiqamiz mana. Shuni to'g'ri aytirib, bu yoqqa olib kelish uchun, men menga olib kelish uchun kesib chiqamiz. Mana razmeri chiqarish uchun, mana bu krugi chiqarish uchun, mana shu joyi chiqarish uchun kesamiz. Keyin bu Apalovka zanapoyamiz, Apalovkasi o'rtancha holatda 20 kun turish kerak. 20 kundan 1 oygacha turish kerak Apalovkamiz. Arenda pulini hisoblaganimizda ham kuniga mana shu zinaga o'rtancha 100 ming so'mdan hisoblaganimizda ham Apalovkasini arendasini 3 million so'm pul bo'ladi. Ha, undan ko'ra uy egasi shu 2,5 million, 2 million 200 ming, 3 millionlik taxta olsa, misol uchun qatlagadir tomga, rekalikka, nimadirlarga yoki polga, cho'rnovoylarga ishlatib olsa bo'ladi. Shuni e'tiborga olasizlar degan umiddamiz albatta. Bu zanapoyamizning tak qismini ko'rinishi zigzagli bo'ladi bu albatta, zigzagli. Zigzagli degani shu
Ya'ni ikki tomonni ham zinapoyalik. Xo'p, bu zinapoyamizni to'g'ri olib tushmaganimiz sababi bu yerda mana ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yerda uy, bu yerda eshik bor. Bu eshik esa magazin bor oldi tomonida. Magazinning eshigi. Zinapoyamizni ozgina burab yuborganmiz bu yoqqa. Uy o'rtasiga qaratib burab yuborganmiz, sababi u yoqqa qilmay, mana shu o'rtaga glavniy xod mana bu yoqda, chap qo'lim tomonda. Glavniy xodga kirishga olib kelib bering, ustadillar ha bo'pti deb shunga harakat qilib olib chiqamiz. Tagiga iloji qilib dushovoy qilib yuboraman, uni burchakdan dedilar. Xo'p dedik, bu yoqda esa to'g'ridagi eshik esa kuxna, oshxona. Shunaqa bo'lar ekan. Kanalimizni uzoqlashmasdan albatta kanalimizni kuzatib boringlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar albatta. Inshaalloh keyingi qismini qo'yamiz. Joyimizni opshi balandligi zinapoyamiz 3.43, 24 stupenka tushgan, 14 dan. Bu yerda to'rtta pog'onasini oldiga burab yuborganmiz. Chem prama bu yoqqa qilish o'rniga bu yoqqa glavniy xodga kirishga, chap tomondan bu yerdan glavniy xodga kirish, glavniy xodga kirishga oldini burab yuborganmiz. Zinamiz zerkalniy ko'rinishda, tak tomoni ham zinada zigzagli. O'rtalari ham katta bo'lgan, oyoq bemalol tushib odamlarga kalta bo'lib qolmagan, oyog'i yarmi turadigan bo'lib. Armaturamiz 10 kilo megawatt armaturasi. Ko'rishingiz mumkin. Ikki yarim metrga 3.30 joyimizga kengaygan. Zinapoyamiz yo'llari ham avvalniy bo'lgan, yo'llarni ham inshaalloh navbatdagi jarayonni esa beton quyilishi bilan uni ham ko'rsatib o'tamiz. Alhamdulillah, mana Surxondaryodagi obyektimizni ham betonini quyish jarayoni
Inshaalloh hozir qisqacha video obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Ha, birinchi stupenkamizni boshlanishini qo'yib qo'yganmiz agar mana. Oğlum izlere Terminator amasın ha? Katta shogird. Ana kichkinasi. Böyle de şarkıda biliyor mular bilmem ya? Bismillah. Ha? Maşur değil mi lan? Bu sefer arı oldu. Arı. Arra ne var abi? Öyle. Bunu abi genç çıkar oğlum. Evet kanana. Asır olmuş. Gelecek bayram. Usta. Yes usta. Nima gap? Teşli mi? Charchaman. Çatçaşka vakti yok. usta. Tega YouTube'dan, Instagram'dan çıkıp bozan iyi bilen ama YouTube'dan bozak da öldürden falan yani. Alhamdulillah mana Surxondaryo viloyatidagi obyektimizni, navbatdagi obyektimizni ishini yakunladik, ya'ni betonini quyib bo'ldik, zinapoyamizni. Qilayotgan ishlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishini so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol, murojaat yoki shunga o'xshash beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, описание telefon nomerimiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p. Inshaalloh hozir qisqacha zinamizni razmerlarini tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Video oxirida yana bir bor. Xo'p, joyimiz общий balandligi 343. 24 ta stupenka tushgan, 24 ta stupenka. Balandligi 14.2 dan bo'lgan. Zinamizning eng tor joyi 1.10, eng keng joyi shu yerlar esa 1.20 qilganmiz. Bu yer bir xilda avalni qilib razmeriga chiqazganmiz. Birinchi stupenkamizni dumaloq qilganmiz. Hovlidan, uy ichidan, sathidan ancha balandligini hisobi sababi bu uyni noli ko'tariladi. Ya'ni bir 20-25 sm ga ko'tariladi. Shuni hisobini olganmiz. Shuni hisobini olgan taqdirimizda mana birinchi stupenkamiz turibdi. Xuddi shuni 14.2 qoladi. Bundan bu yog'i zasipka bo'lib, steyajka pol, to'pli pol shunaqa bo'ladi. Albatta. Pardozini berib bo'ldik o'sha. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yinglar.